Bugün sizge kelgan uy bo'lsa 2017-yili ochqish topshirilgan. O'rni bo'lsa Urumchi Saybaq rayoni Xo'cha Nanjan. Texi 7 yil bo'lgan. Siz ko'rayotgandek mushunda muhiti nihoyatda chiroyli bo'lgan bog'chida qo'rodan 84 kvadratlik 2 yotoqli dishashisi so'g'at qilinadigan uy aslarimi to'liq holatda qap qiladigan uy. Bu uyning oldidan to'lash puli necha pul deb atamsiz? 40 ming pul bilan uy kira olasiz. Endi biz uyning ichining ahvolini bir ko'rib boqaylik. Mana uyning ichining ahvoli, eshikdan kirgandan keyin kiyim shkaf, oyoq shkaflarini tayyor qilib qo'yibdi. Sol tarafimizda bo'lsa, bu uyning oshxonasi, oshxonasining hech qanday yerini qilmasingizmi, tayyor holatda somkangizni ko'tarib kirsangiz bo'ldigan uy. O'ng tarafimda bo'lsa, bu uyning tozalik uyi. Siz ko'rayotgandek chiniqishlarmi, nihoyatda chiroyli pakiz holatda turug'liq. Endi birinchi yotoq uyini ko'rib boqing, ha. Mana sizning sol tarafingizda ko'makchi bo'lganingiz bu uyning birinchi yotoq uyi, kun nuri tushishlari, bo'shliqi nihoyat yaxshi, ha. Endi o'ng tarafimiz bo'lsa, bu uyninki ko'tinsi bilan birlashib ketgan tomoq yeydigan o'rin. Uyning egisi bu o'ringa shkaf javallarni chiroyli holatda chiqarib qo'yibdi. To'nglatqilarni yaxshi o'rinlashtiribdi. Mana bu yerda tomoq yeydigan santiniki ustallarini qo'yibdi. Bu ustal tenshkuylarni tatib, hammasi shimu, yaxshi materiallarni olgan, bir to ilingan. Siz ko'rayotgan hamma narsalar shu holatda qolib qoladi. Beijingchanglar bo'lsin, usti asti hammasi nihoyat chiroyli pakiz tutgan uy. Udlingiz qaraydigan bo'lsangiz, bu uyning ko'tining darisi, chayg'on nihoyat yaxshi, kun nur tushishlari ko'tashdek baqsangiz bo'ladigan, pyochang holatda shoji qiliqliq, tam qog'ozlar nihoyat chiroyli. Endi ikkinchi yotoq uyini ko'rib boqing, qo'ygan karvat, Beijingchang, hamma narsani chiroyli holatda. Ishining bo'shliqimi, kun nur tushishlari nihoyat yaxshi, ko'tin bilan o'xshash bir tarafda dariz bor. Ham kun nur tushishdan ansirmasangiz bo'ladi. Siz bu uyni yoqtirdingizmi? Agar bu uyga ehtiyojingiz bo'lsa, biz bilan jiddiy aloqalashsangiz bo'ladi. Kinishki rasmiyatlari to'liq. Har qaysi yurtlarning Gonjijin degan Shanxi deganlarini normal bijirib qarz qila olasiz. Kinishki rasmiyatlardan ansirmasangiz bo'ladi. Agar bu uyga ehtiyojingiz bo'lsa, biz bilan aloqalashsangiz bo'ladi. Telefon nomerim 136 409 86 99. Sizga o'zim ishongan, tekshirib xotirjam bo'lgan uylarni tavsiya qilaman.